Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xabaringiz bor, 2022-yilning 18-mart kunidan boshlab huquqshunos tizimi joriy etilgan va bugungi kunda ushbu tizimdan respublikamizning barcha shahar tumanlaridagi tashkilotlar muntazam ravishda ishlab kelmoqdalar. Demak, ushbu tizimning maqsadini barchamiz yaxshi bilamiz. Qog'ozbozlikka chek qo'yish va qonunchilikni ta'minlashdan iboratdir. Bugun biz ijodiy guruhimiz bilan birgalikda Toshkent viloyati Nurafshon shahriga tashrif buyurdik. Bugungi kunda davlat idoralarining hujjatlari, loyihalarini huquqiy ekspertizadan o'tkazish va qabul qilish jarayonlari huquqshunos tizimi orqali amalga oshirilmoqda. Natijada quyi bo'g'indagi davlat organlari va tashkilotlariga malakali yuridik xizmat ko'rsatish, davlat tashkilotlarining mulkiy hamda boshqa huquqlari, qonuniy manfaatlari samarali himoya qilish amaliyoti shakllantirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi PQ 5168 sonli qaroriga asosan yuridik xizmat ko'rsatish markazi tashkil qilindi Adliya vazirligi tizimida. Shunga asosan yuridik xizmat ko'rsatish markazi respublika bo'yicha barcha tuman shaharlarda davlat tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatib kelmoqda. Tizim juda qulayliklarga ega, jumladan avval qog'oz shaklida bo'lardi, hozir esa qog'oz shaklidan voz kechib elektron shaklda har bir yuridik tusdagi hujjatga raqam beradi. Ya'ni har bir yuridik tusdagi hujjat o'sha yuridik xizmat ko'rsatadigan tashkilot tomonidan yuridik markazga yuboriladi. Yuridik markaz tomonidan ko'rib chiqilib, qonunga muvofiq bo'lsa ijobiy xulosa, agar qonunga muvofiq bo'lmasa salbiy yoki bo'lmasam kamchiliklar bo'lsa rad qilib jo'natiladi. Unicorn Soft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan huquqshunos elektron tizimi orqali davlat organlari va tashkilotlarning quyi bo'g'inida yuridik masalalar bo'yicha ish yurituvi to'liq raqamlashtirilib, qog'ozbozlikka barham berildi. Natijada qabul qilinayotgan hujjatlarning sifati oshib, qonunlarga muvofiqligi ta'minlandi. Jarayon avtomatlashgani bois inson omili tufayli kelib chiqadigan xatolarning oldi olindi. Uzluksiz texnik qo'llab-quvvatlash yo'lga qo'yilgani bois ish yuritish osonlashdi, demoqda foydalanuvchilar. Huquqshunos dasturi bo'lmasdan oldin buyruqlar kiritishi biroz murakkab bo'lgan. O'sha paytlarda o'sha buyruq loyihasi ishlab chiqarilardi. Keyin har bitta tegishli bo'limga, mas'ul xodimga qo'l qo'ydirib tanishtirish kerak edi. Tashkilotda yuristik uni ko'rib chiqardi. Ijobiy xulosa bergandan keyin boshliqqa imzo uchun kiritardik. Ushbu jarayonga buyruqlar ishlab chiqishda 1-2 kun sarflanardi. Hozirgi kunda huquqshunos dasturi ishlab chiqilgandan keyin bu ancha soddalashdi. Hozirgi kunda buyruq loyihasini Adliya bo'limining yuridik markaziga jo'natiladi. Bu yerda yuristlar ko'rib chiqqandan keyin ijobiy xulosa berishadi. Hozirgi kunda huquqshunos dasturi ishlab chiqilgandan so'ng ancha qog'ozbozliklar kamaygan. Barcha buyruqlarimiz elektron tarzda Adliya bo'limiga yuristlarga yuboriladi. Ta'kidlash kerakki, Unicorn Soft mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan huquqshunos tizimiga ulangan respublikamizning 208 ta tuman va shaharlardagi davlat organlari va tashkilotlariga ular joylashgan hududning o'zida zarur texnik xizmatlar va ko'mak ko'rsatib kelinmoqda. O'tgan davr mobaynida O'zbekistondagi davlat tasarrufidagi barcha umumta'lim maktablari, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ko'p tarmoqli markaziy va oilaviy poliklinikalarga huquqshunos tizimi orqali markazlashgan yuridik xizmat ko'rsatib kelinyapti. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani 29-umumta'lim maktabida 2022-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 173-sonli qarori asosida huquqshunos tizimi joriy etilgan. Mana shu huquqshunos tizim bo'yicha hozirgi kunda juda ham ko'p samarali ishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni huquqshunos tizimi orqali buyruq va shartnomalarimiz chiqarilib kelinmoqda. Hozirgi kunda huquqshunos tizimi orqali elektron tizimi qulayliklar yaratildi va ishlarimizga ham birmuncha yengilliklar olib kelindi. Hozirgi tizim huquqshunos tizimini qulay tizim deb hisoblayman. Sababiki bu tizimdagi buyruqlarimiz yillar davomida mana shu tizim asosida saqlanib kelinadi. Ushbu tizimdan foydalanishda Unicorn Soft xodimlari bizga juda ham katta yordam berib kelmoqda. Ya'ni mana shu buyruqlarni chiqarishimizda
yoki texnik xatoliklar bo'lgan jarayonda bizga tushunmovchilik jarayonlarida Unicon Soft xodimlari, operatorlari qo'ldan kelgancha katta yordam beradi. Shu paytga qadar ushbu muassasalarning mas'ul xodimlarini tizimdan to'laqonli foydalanishga o'rgatish maqsadida muntazam ravishda o'quv seminarlar o'tkazildi. Foydalanuvchilarning tizimdan erkin foydalanishi jarayonida yuzaga keladigan tushunmovchiliklarni zudlik bilan hal qiluvchi mexanizm ishga tushirildi. Hozirda ancha qulayliklar bor. Bunda bir qanchasini aytib o'tsak bo'ladi. Oldin yuridik markaz xizmat ko'rsatish yuristlari tashkilotning o'zida bo'lgan. Hozir bo'lsa hech qayerga yugurmasdan, hech qayerga bormasdan, faqatgina tashkilotning o'zida o'tirgan holda elektron xat hujjat yuborish orqali hal bo'ladi. Bundan tashqari muddat bo'yicha ham ancha yutiladi. 2023-yilda E-huquqshunos elektron tizimning yanada takomillashgan qo'shimcha imkoniyatlarga va qulay interfeysga ega yangi talqini ishlab chiqildi. Joriy etilgan yangiliklar mazmun mohiyati barchaga tushunarli bo'lishini ta'minlash maqsadida yuridik xizmat markazlari hamda huquqiy xizmat ko'rsatiladigan tashkilot xodimlari uchun E-huquqshunos elektron tizimidan foydalanish bo'yicha video qo'llanmalar tayyorlanib, tizimga joylashtirildi.